Professional boks bo'yicha mamlakatimiz sharafini munosib himoya qilayotgan Murodjon Ahmadaliyev shu yilning 14-sentyabr kuni Yaponiyaning Tokio shahrida ikkinchi eng yengil vaznda mutlaq jahon chempioni yaponiyalik Noya Inoue bilan jang o'tkazishidan xabaringiz bor. Mazkur jangga puxta tayyorgarlik ko'rish, o'zining ustun va kamchiliklarini bilib olish maqsadida Murodjon Ahmadaliyev Noya Inouega qarshi jang oldidan 30-may kuni Meksikaning Gvadalahara shahrida o'tkaziladigan professional boks oqshomida mezbon Luis Castilloga qarshi ringga ko'tarishi lozim topdi. Ayni vaqtda Murodjon Ahmadaliyev professional ringga 14 bora ko'tarilib, ularning 13tasida g'alabaga erishgan. Bir marotaba mag'lub bo'lgan. Uning navbatdagi raqibi Luis Castillo esa 23 ta jangdan 21tasida g'olib bo'lgan va bittadan durang va bitta mag'lubiyat qayd etgan. Darvoqe, Noya Inoue AQShning Las Vegas shahrida amerikalik Ramon Cardenasga qarshi ringga ko'tarildi va 12 raundga mo'ljallangan jangning 8-sida raqibini texnik nokautga uchratib, chempionlik kamarlarini yana bir bor muvaffaqiyatli himoya qildi. Bu tariqa Noya Inoue o'zining 30-jangida ham g'alaba qozondi. 30-mayda bo'lib o'tadigan jangda hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyevga omad tilab qolamiz va chiroyli nokaut kutib qolamiz.